keladigan nikah meselesi yaşlıq baharımның yetilgan paytida mening ham beshimga keldi. Akşam dursa, hocam tulağım çıkmaydı o. Hocamga nim koptu, döpögüne opo, döpögüne. Kichik bol degan cho'nglarning ishiga aralashmaydigan, mani tipaqa. Chiroyli qo'ptimi? Sotib qopti, gul tikib qo'yiblar. Chiroyli qo'pti. Buni-chi sunnat to'yingda kiysa. Sunnat to'yimda jiq tuxum shirpirman degan tonglargu. Sunnat to'yimni nimish choqqara qilmaysizlar. Oldirma. Tayyorligimiz bitmadi tehi. Sunnat to'yingda-chi jiq mehmon qishqirmiz. Sunnat to'yimda jiq mehmonlar kelsin degan kishi. Asta, asta. Ra'nani chaqirib chiqib to'yga birga borayli. Qana deysa? Qodir Ra'nani to'yga chaqirmabdi. Bo'pti. Bizmi bormayli? Chaqirishni o chaqirgan. Biroq Ra'naning opsi, sen Amini qaychamni demsa? Kerak yo'q. Buni chorasi o'ng'ay. Sen xotirjam bo'l.
Ben üzemem halta bunu. Ey! Sen beni kütüp mişe turduğun ne hazır çıkımın ha? Jirak dur ola! Ner dur ola! Ner dur ola! Yol ne çiğse ola! Oy! Ner dur ola! Jirak dur ola! Amin Xaça, Rana bilen ikimizden savaqdaşdığımız xatırsını qılıp, mening tentayligimni kechiring. Men bir ciddi iş bilan kelib qoldim. Tag'amning tag'isi oq o'ylidagi o'stangning ko'rigidan yiqilib tushib, put-qo'llari, yuz-ko'zlari qoniga bo'ylab yotdi. Men nima qilishimni bilolmay, gangirabli qoldim. 70 yoshdan oshgan odamdi. Bu yaqin atrofda doktorxonami yo'q? Oy Xudoyim. Agar Rana'nın vaqti bo'lsa, ig'ir ko'rmay, doktorxonaga birga berib, kasalning jarohatlarini tengishga yordamlashsa ekan. Bol kızım. Qarab turmay, berib o bekarning jarohatlarini ko'rib boqqin. Eng yaxshisi doktorxonaga opiringlar. To'g'ri, doktorxonaga opansak bo'lmaydi, biroq kech qolamizmikin? Hey? Nimaga hovliqib qarab tursak, bo'la. Doğru sandıqın qani? Aras, doğru sandığı qani? Doğru sandığı. Bu yerda ekan go. Qani mangayli. Bo'la, chapsan bo'l bolam. Voy, erib qoldingizmi nima? Yetib keldik. Eliqa og'ir kishi qani? Ana turmamdi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yo'ldosh sestra, siz mush og'riqqa obdan hamroh bo'lib, oldirmay mengib beringlar. Men oldin mang'ash turay, ya? To'xta. Birga mangayli. Ma'qul. Bo'ldi, shug'lamag'in. Oppoqqam shug'lamag'in. Shug'lama. Mevlüde. Renade. Kelin, appak kızdı. Mevlüde, siz rastlı mektepten çıkıp gettiniz mi? Opam, kız bol degan o'qib nima qiladi deydi. Hazır ne gidmadınız? Cho'ng opam hisobtilab ketyapti-mi? Hoş. O kız kim o? Mevlüde degan, bichora kız. Məhəllimizdə Danqıba Patemxan vat-vat, onun ögey anısı boludu. Andaq olsa, men o qızını öyünün yeniğici apırıp qoyup, doğru sandığını bizning uyga akirib, obdan bir yerga o'rlashtirib qo'yay. Qandaq deysiz, Malika aliylari, ha? Yana chaqchaqqa qildirdingiz-ku. Bo'ldi, gap qilmadim. Sizlar menga yuringlar, men Qodirning to'yiga aqanlarni yetib boray. Shundoq olsun. Hurmatli shahzoda, hurmatli Malika aliylari, ha? Qani, sarxosh. Biz bir-birimizni shuncha yaxshi ko'rishimiz. Lekin onun oila ahvoli, qilayotgan kasbiy tufaylidan aramizda qora tutak paydo bo'lmoqda.
Yaxshimisiz? Rana, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rana, keling. O'tiringlar. Ayşem, men kechikib qoldim, meni kechir. Bak, oldirash o'xshamamsan, kechikding ku. Voy, medalyon bakmi chiroyli ekan ku, qayerdan olding? Bu koni medalyon, burundan tatib taqab kelyapman. Shundaqmisi? Ha, qizlar, hozir sandiq ochdi ekan. Bizda uchaylanib olsin deydi. Qizlar, hozir sandiq ochdi ekan. Bizda uchaylanib olsin deydi. Uchaylanib bordi ekanmiz. Qizlar, hozir sandiq ochdi ekan. Bizda uchaylanib olsin deydi. Shuni kim bas bo'lar? Ko'rsatib beringlarchi. Darimsan kesdimi? Sofiyani kesdimi? Ranani kesdimi? Muhammad. Mana bu kelin qizimizga tayyorlagan to'ylig'imiz har birlariga ko'rsatmoqchi. Mana bu qizlar vakili keldi, qizlar vakili. Mana vakil keldi. Rana keldi. Qizlarning vakillarimiz yetib keldi. Endi mollarni ko'raylik. Pakistanning yog'lig'idan 3 dona, Sovetning Kashmir yog'lig'idan 1 dona. Mana bu aynak usta angliklari. Bir jup oltin halqa, bir jup oltin uzuk, 1 dona medalyon, Shanxayning esil mollaridan 2 kiyimlik. Shanxayning heleli yog'lig'idan 2 dona. Hangzhouning ishbak kelimidan 1 dona. Az olsun qabul qilishinglar. To'yliqni tozimchi qoldiribdi. Xudom, to'ylig'imiz az olsun qabul qilsalar, kamyalarni to'liqlab olamiz. Voy, Rana qiz, sizning buyad ekansizmi? Rana, bizni qizlar saqlab turdi, mangayli. Jira. Qizlarni sizga jiqaganni berarlar? Kim to'yliqni jiqar shuni bermanda, albatta. Bu yigit sana qaytilgan pul oz emas ekan. Rana, voy, nim bo'ldim? Xafa qopsan-ku. Jira ketaylik. Qizlar, mashina chiqinglar. Marhamat, chiqinglar. Hey, to'xtanglar. Rasma? Qizlar, qizning hali qiz ko'ngil dedi, bo'lmasa mashina chiqmaymiz. Juringlar. Ayşem, çıkmama. Fatamxon. Sizlar berib bundaroq gap qilib baqsizlar. Bana narsalar bilan to'yni o'tkazib olsak, keyin undarog'idan bir jup ap beraylik. Yenge, bunday kunlarni qanday o'tkazasiz? Kelinni akib olsak, keyinchi yaxshi bo'lib ketamiz. Sizlarni mi ovora qildim? Kızlar işe var değil, maşına çıkınlar. Çapsan maşına çıkın, çapsan. Sofiye, rencimigin. Mena azırak işim battı. Sen keteyvergin, bırak keşlik olduruk çokum bağın, ha? Makul. Sofiye! Sofiye!
Bırak kelam. Nim bo'ldi? O sizni chaqirdi. Nega bordi ekanman? Burunqi joyga. Biroq bu yerda ishim tursa. Kashtunon bilan yigitning uyiga bilib borsangiz bo'ldi emasmi? Hamma bag'ini adash. Ranani kashtiga o'tirish qilib kelarsan. Ma'qul emas. Sizlar mashinaga chiqinglar. Ma'qul bo'ldi. Mashinaga qaytib turma. Rana, nemişki toydan çıkıp getisiz? Undaq so'rla, manga yoqmadi. Toy bo'lgan bu qiz saboqdashingizmi? Ha. Tibbiy maktabda birga o'qigan. U hozir butunlay o'zgarib ketibdi. Ota-onasi uni mol o'rnida satsam shunga rozi bo'pti. Hozir jamiyatda mana shundaq ba'zi ota-onalar nomus qilmay qizlarning to'y ishini bir qitimliq soat sitiqqa aylantirib olgan. Men qodirga ichinaman. Uning mukjib qolgan bichar opasiga ishim og'riydi. Rana, sizning ko'nglingiz nima degan yaxshi? Men Qodir o'rnida sizga rahmat aytaman. Sizlarning elchi bizni uyga qachon kelmoqchi? Ati keladi. Ati Abduz akam opangiz qishiga 6-chi qatim bordi. Qaraganda opangiz meni saroliq muallim deb yaratmoqsi kerak. Yo'q. Men undaq o'ylamayman. Men opamga yana tushundiray. Siz xotirjam bo'ling. Menga ishoning. Bu kitobni singlim Urumchidan og'ish ketgan. Rahmat sizga. Singlingizga ham sizga rahmat. Shahzod bilan Malika bu yerda ekansan-ku. Meni tozim izlatdinglar. Endi keldingmi? Voy. Siz texchi uyga qaytmadingizmi? Men mushu chaqqicha shu bichora yetim qizning ishi bilan bo'ldim. Ekilim, balani men ko'tara olay. Men Rana achingizni o'tir maktabda birga o'qigan saboqdoshi bo'laman. Bola bilan narsa keraklaringizni nima uyingizgacha olib beray, bo'lamdi? Rahmat sizga. Juring. U qiz chiqqicha men eshik oldida saqlab turdim. Ekilim. Aka, siz hech ketmabsiz bu. Sizga yordamni deb saqlab turgandim. Bu ko'tirib olganingiz nima? Cho'ng otamning opamga aytgan oq uni. Buni siz ko'tarib qo'ydimmi? Nimachi rahmsiz qahlar bu? Ekilim, menga bering. Men ko'tarib olay. Keyin siz bilan yana ko'risha olamanmi? Biz bir shaharda tursak, nima ish ko'rishamaymiz? Men avangard turli mallar magazinde pürgazchik. Agar sizning bundan keyin biror ishingiz chiqib qolsa, meni shu yerdan izlasangiz bo'ladi. Men Eli. Rahmat. Eli aka. Shuning bilan mush vaqt bo'ldi. Eli, siz bir yaxshi ish qilibsiz. Men sizdan bek xushal bo'ldim. Bo'ldi. Jurama, bizni uyga berib dam olaylik. Jurama. Yo'lda sestra, siz uyga qaytmang. Sizdagi
Gitseniz doktorxonaga apalmoqchi emasmidingiz? Bo'ladi, hammamiz birga to'yga boraylik. Agar sen bormaydigan bo'lsang, Qodirdan qutlanmaysan jimi? Jiro. Ocho! Anvar! Apa! Bike bolam, bike. Rana ne ketdi? Birisi og'rib qapti-kan, doktorxonaga ketdi. Boyatın suqurlashdan bir adam qaytib ketdi-kan. Okam unadan bir parcha xatar atibdi. Sizga de xo'sh xabarmi bor? Xo'sh xabar, o'ziga loyiq topgan o'xshamamdi. To'g'ri aytdingiz. Urumchida o'qiyotgan tanishgan savaqtish ekan. O'qishni bitirib, yozliq ta'tilda qaytib keldi-kan. Rostmi? Xudoyim shundoq bo'lsa ekan, bu yil uning to'yini qilib olsam, xiyli xotirjam bo'lib qolatdim. Sen chig'ingda 2 bolaliq bo'lding. U texich bo'ytaq yuradi. Xetida bu yil to'y qilaman debdi. Bu rostulli xo'sh xabarka. Necha kundan beri sol qapig'im dika topmabdi-kan. Mushu xo'shallik tatibdi-kanmi deyman? Xo'shallik. Hamma yerda to'y ustiga to'y. Bugun mushu yakshanbadan o'zi bilan 5 parcha to'y bag'is topshirib oldim. Amina xo'ja bugun sizlar ajoyib xo'shallik. Voy, Patamxon, jinim xo'shnam. Mushu bolalarning xo'shalligi bo'lmamdi. Men birsini tepib, maslahatlashay deb turatdim. Kaslar, birdan o'tirib chiqsizlar. Ma'qul, hozir chiqay. Mavlida, sen uxlagandan keyin tamoq qil. Birga chiqib ketmijimi, oldingmi yo'q? Ma'qul opa. Amina xo'ja, xo'shallik degan kishini yoyritib o'tadi. Qarislar sizni chiroyli qilib qoplar. Nima xo'shalliqda? Kaslar, o't tasla. Tog'imizning xizmati bo'lsa, sirtda, uyning hamma shukasining zimminlarida, qo'limdan keladiganli ish bo'lsa, hargizmi kuchimni oyimayman. Ra'noning aksi o'ziga loyiq debdi. To'yini bu yil yozli qilib yetayli deymiz. Rostmi? Talaylari tozimi o'ngdan ketdi. To'y deganni qancha tezroq qilsa, shuncha yaxshi. Bo'lmasa, borgancha ish ko'payib ketadi. Bugun Qodirning to'yi shuncha hashamatli to'y bo'ldi. Sazandilarni ko'p, qator turib ketgan mashinalar qo'y kola so'yibdi. So'g'italanma oz emas. Biroq to'yni shuncha cho'ng qismi Oyshamning opsiyani rozi bo'lmabdimish. Voy xudoyim-ey. Mening nada 9'ini talqig'idek pulim bo'lsin. Anvar 17 yoshga kirib qoldi. Bu yil yoz uning sunnat to'yini qilmasam bo'lmaydi. Ra'no qizning loyiqi bordi. Men sizdan hech narsani yo'shirmayman. Elchi 5 qatim keldi. Javob bermadik. Nima ishqa? Cho'ng qizimizni hech bir o'ylashmaylar, kambag'al bir ishchiga beribdikanmiz. Endi Ra'noning topgan loyig'ini anglasak, oil ahvoli, xizmati hech qaysi jihatdan ko'ngildagidek emaskan. Eliqiz muallimi Yasin shumiya? Siz unutmamlar? Men uni obdan bilaman. Atidan kechgacha shaharlik qizlarning oqisini qatrab yuradigan u saroliqni kim bilmaydi deylar. U zoti qandag'roq bola. Chiroy shakliga yomon emaskan. To'rtko'cha og'zidagi sharaf taxtasiga uning suratini chaplab qo'yibdi. Biroq Ra'noni undaq saroliqi hargizim dagili bo'lmaydi. Ra'no qiz chiroyli ham aqlli tursa, uni qo'l ilgida va obro'li oilaga to'y qilsak, andi yarishidi. To'g'ri aytdilar Patamxon. Men shundoq o'ylayman, shundoq. Biroq u ikkisining bilishganligini ko'rdim. Nima ko'rdilar? Qodirning to'yida. Birsiga o'xshatganlar. U bir kasalni doktorxonaga aketgan. Yo'q, ishonmasizlar, o'zi kelganda so'rab baqsizlar. Amina xo'ja. Anchalar xafa bo'lib ketmisizlar. Bu zamonning bolalari Bağanç çoğlarının gap sözleriga kirmaydigan bo'lib ketdi. Apa, u Ra'noning o'zining ishi, uni gapi quloqsanman. Qizim, uni yaxshi niyat bilan davatidi. Sen bugun qo'nib qol. Oqshomliq akangga xat yozib atgin.
tugidi. Kelinimi ko'chirib, akvaldi. Endi sizlar damasanlarmi? Balam sizin 3 günlü bir nayeti çapat attınız. Siz mi öyüp kirip demeyin. Ma'qul. Bakma. Yaxshimisilar? Biz keldik. Qupsha. Marhamat. O'tir. Mening tibbiy maktabda birga o'qigan salohdoshim. Buni bir najab menga aytmabsiz-ku. O'ynar. Qandaqdagi adash bu? Nima qildigan-da? Ikimiz disko o'ynaylik. Kechiring, men disko o'ynayolmayman. Unda da tango o'ynaylik. Texnikumni putlagan qizni bundoq taqdinchaq bo'lamdi. Siz usulni qaltis yaxshi o'ynayotgansiz. Kasb usulchilarmi sizga tanqilamaydi ekan. Bak oshirib etdingiz. Siz bilan tansi o'ynashning o'zi bir rohat ekan. Agar ikkimiz tanishib qolsak, men sizni hamma jihatdan rozi ham baxtli qila olaman. Yo'q, unda qilmang. Men ranjib qolaman. Go'zalning ranjishimi go'zal-da. Men ünalg'ini o'chirib o'tay. Nima qilmoqchisan? Sharaf taqsisiga go'day ma'lum. Bu yoq sizning nimangiz bo'ladi ekan? Bu mening sevgilim. Biz qaytdik. Saraliq akka. Oxiri ko'gligimni bir ko'rsatmasam. Acha, Rana qaytib keldi. Apa, Acha, qachon kelganding? Apa,
mijozingiz yo'qmi nima? Gap qila. Men sening opangmi, emasmi? Nalardagi gapni qilyapsiz? Ayta. Sen nalarga berib, kimlar bilan birga yurding? Yasin ikkimiz Qadirning to'yiga bordik. Mening gapimni anglamay, uning bilan uyoq-buyoqlar berib yursam, endi men el ichida qandaqmi yuzimni ko'tarib yuraman? Senda qizim yo'q. Singlim, sana Yasin'dan başka yigit tepilmedimi? Acha, sen bilmeysin. O hamma adamning hurmatiga sazovar bo'lgan yaxshi yigit. Men onu yaxshi ko'raman. O'tgan yili kuzda bir kuni doktorxonada meni Gumshi doktorxonasiga jiddiy dori olib berishga avatdi. Daryo bo'yiga kelsam, kelkin ko'rikni buzib etibdi. Qizchaq, nega bormoqchi edingiz? Yaxshimisiz? Gumshi doktorxonasiga dori ekitib ko'rikdan o'tamayaptimi? Sen to'xtab turing. Men bir amal qilib boqay. Bir azdan keyin yomg'ir to'xtadi. Shunday qilib biz ma'lum joyga borg'icha birga maqdiq. Sizlar nega borsizlar? Bu bolani maktabga kityapman. Bu bola palach kesilib bo'lganmi? Shundaq. Ikki ishidlar shu kasal giribtor bo'lgan. Sizlar haqiqatan kuyimchan akukalar ekansizlar. Yo'q, bu mening muallimim. Maktabga ko'tirib olib o'qiyotgani 2 yil bo'ldi. Siz xeyli ko'n o'qituvchi ekansiz-da. Oliy maktabni bitirib kelib o'qituvchi bo'lgan. 6 yil bo'ldi. Qizchaq, qaytish vaqtingizda cho'ng yo'l bilan meni ko'rikdan o'tsangizlar olib bekitib bor. Rahmat. Shu chaqda onun oliy fazilatli yigit ekanligini his qilgandim. Bu yil bahorning bir kuni aytganda Yaxshib qoldingizmi? Hay, oliy maktab o'quvchisi. Yana o'rganishga kirishib ketibsiz-ku. Oldi bilan doringizni ichib oling. To'g'ri. Oldi bilan doringizni ichib oling. Yasin ma'lumsiz. Sestra qiz, sizmitingiz? O'ltiring. Sanada, men har kuni kelib dars etadigan Yasin ma'lum, mana shu. Bu yaxshi ishni qilayotgan yanili sizkansizda. Yasin ma'lum, siz haqiqatan jafodan qo'rqmaydi ekansiz. Bu qiz bu yil o'tir maktabga imtihon bermoqchi edi. Shuni darsini to'xtatib qo'ysa bo'lmaydi. Qandaq bolnishdan chiqish vaqti bo'lib qolgandi. So'qirchay operatsiyasi tez saqiydi. Yana 2 kundan keyin bolnishdan chiqsa bo'ladi. Sizlar tibbiy xodimlarning javobgarliginglarni aytimi ig'ir. Men sizlarga rahmat aytaman. Yo'q, undaq demang. O'qituvchi degan eng yaxshi bag'van, oliy sharafli xizmat. Tashqi kasallar operatsiyasi, bu kitobni sizmi ko'ryapsiz? Shundaq. Operatsiyaga oid soatlarni xabardor bo'lsam, navoda o'quvchilarga shundaq operatsiya qilinib qolsa, sizlarga moslashishga foydasi bo'lib qolar. Shuningdan buyon, u mening ma'lumim. Hammani yaxshi ko'radigan kishim bo'lib qoldi. Eliq o'quvchi doktorxonadan chiqqandan keyin men davomli maktabga berib, onun bilan ko'rishib turadigan bo'ldim.
Şundaq qilib, Rana o yigitni yaxshi ko'rib qapti. Bu gapchi u yaxshi yigit o'xshamamdi. Axir atamni ko'ndirsizlar. Inim hada. Qarab, qo'shib ketdinmi? Shaytonqim. Kasla abuzka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, Ominaxon? O'ykirsizlar. Voy, patam qalsizmisiniz? Sizni saqlab qoldiratdim toza. Vaqtida keldingiz, kelib, chaqab kirib. Voy, siraxatcha. Bağancha yoshirib chiroyli qilib ketib barladimi? Adamni qizil qilmay qo'yinglar. Bolalarimiz tinchlikmi? Qani, o'tiring, kelib. O'tiring. Voy. Nima degan esli kelam bu? Bozorda izlab topqilolmaydigan narsalar bu. Voy. Bu oliy sifatli chaynak-ku. Buni Shanghaydan oldirgan. Siz Shanghaynikini yaxshi ko'ramsiz? Chet elnikinimi? Mana buni Shuhrat texi yaqinda Shanghaydan olib keldi. Bu chetdan kirgan mol. Voy, chetdan kirgan. Bekmi chiroyli ekan. Yolg'iz yiqib qolgan bo'lsa, opirib ishlatim. Men elim bu. Bunda qilsam bo'ladimi? Hey, biz degan tuqqan bo'lsak, bir chaynak degan qolishni nimati deysiz? Qani, choyga beqing. Elim. Qani, choyga beqing. Patamxon, sizning yo'ldoshingiz Ominaxonlarga tuqqan kelamdi, qandaq? Shundaq. Mening yo'ldashim sizning yo'ldashlari bilan ona bir ufquladim bo'ladi. Shundaq bo'lg'achqa bizning Ominaxonlarga tuqqan bo'lamiz-ku deyman, ha? Shundaq. Patamxon, bugun sizni bir maslahat ish bilan chaqirtgandim. O'g'lim Shuhratning Ominaxonning qizi Ra'noga ko'z tushib qoldi. Ha? Biz bilan qo'dg'olimizda bu suvimizga kelayotganlarmi? Az emas, shundaq. Biroq o'g'lim Shuhrat, o'sha Ra'no qizni olmasam, zori bo'lmaydi deb turib oldi, qaramamiz. Shuning sizni bir elchilik men beramdikin degandim. Naytim yaxshi o'ylasizlar. Sizlarga shundoq guldak chiroyli Ra'no qizni kelin bo'lish loyiq. Ularning uyga heliq saraliq yosin degan nima elchi kirgizib bo'ldi. Hey, undaq saraliqlar bizga tan kelalamdi. Agar men kerak deydigan bo'lsam, o'g'lim Shuhrat osmondagi oyni olaman desam, qo'li yetadi-da, ha? Shundaq. Ana, o'g'limni kelib qoldi. Hey, undaq qilmang. Patamxoncha, dal vaqtida kelibsiz. Apa, sal turib Patamxonchamni mening hujramga boshlab kirgin. O'g'limning sizga deydigan gapi va o'xshaydi. Ma'qul kerak. Voy, Ra'no uni o'ziga qortib o'xshaydi. Men buni cho'qim kafolatli qilaman. Keyin qitim kelganingizda qizingizga bir jup oyoq olib beraman. Xotirjam bo'lsa, menga bunday ishni buyurishlari shu birinchi qitim emasmi? Mayada, ana. Patamxon, mana somki bilan yog'liqni elib elim. Keyin qitim sizni yana rozi qilaman. Elim,
Bu sanki bilen yağlık ne? Apır işitiyorum. Eğizge ağzılı yok mu bir nesler bu? Rahmet. Sizge köp rahmet. Oy. Şöhret, ben geldim. Kelam, oturun, oturun. Pul degan, mana turibdi. Men butun shaharni zil-ziliga sag'idek to'y qilmasam hisob emas. Siz faqat Ranani qo'lga keltirib bersingizlar, nima deysiz shuni berma. Meni qo'lini ralla birlashma do'konning mol setib olg'isi deb kichik ko'rmang. Men texi aeroplan bilan Beijing, Shanxay, Guangzhouga berib cho'ng savdolarni qilaman. Men qo'limni shundoq bir qimirlasam, necha 100 ming ko'y u yoqdan bu yoqqa o'tadi. Mening Ranani yoqtirib qolganligimni Rana o'zi uchun cho'ng baxt deb bilsa bo'ladi. Shundoq. Bu Rana'nın baxti. Oturun. Oturun. Mana buni hozircha ishlatgach turing. Oy. Güzellik öyle. Sorgun mu? Kan diyen yiyene koyuyor. Bu yiyene koyuyor. Yiyadaydı. Çaymış oldu da. Hazırla özü bile 250 koy kolga girdi. Eğer toy işi emelge eşip kalsa yani kaç pul kolga girdi ekin? Ata, ufkam uxlap kaldı. Ma, çıkıp karıtığı yatkızıp koy. Hey, ma. Çakkan çıkıp kirlerini jiver. O bir saralıqda yaxşı görüp qaptı. Qanaq qilamiz? Onun iradesi nima qiladi? Uni oksi to'y qilmoqchi. Enisini sunnat to'yini qilmoqchi. Bularning hammasiga pul kerak, pul. Anaqa bo'lsa, shularning puli bilan saraliq qaytarib kerak. To'g'ri. Men hozir ularning uyiga chiqib, onasi bilan so'zlashay. Opamıza kişinin ışık çivin sanmakçı bo'pti da. U kimning oilasidir? Ularning elchisiga apam ma'qul bo'pti. Belli, ma gapni. Apangizga ma'qul bo'pti. O'zingizchi? Biz o'z ixtiyorligimiz bilan birlikka kelishgan. Ha, nihoyat yaxshi bo'pti. Xudo qo'shgan bir juftlar degan. Mana shu. Sizlarga baxt tilayman. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Biringlar muallim, biringlar sestra. Men sizlarning ko'ni qoidalarini buzib tashlab, oddiy sodda to'y qilishda yoshlarga ulgu bo'lishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Xotirjam bo'ling. Biz cho'qim siz degandek qilamiz. Mangayli. Tushdan keyin ishlamsiz? Yo'q, menga bugun bir kunlik ruxsat bergan. Sizchi? Menga bir kunlik ruxsat bergan. Bugungi bu baxtli minutlarni qanday o'tkazamiz? Rana, ot minishni bilamsiz? Chiniqish chiqqanda o'rgangandim. Sizchi? Men yezida kichigimdan ot minib o'rgangan. Andaq bo'lsa, ikki ot topaylik. Yiroq joylarga berib, sayli qilaylik.
Qandaq Melike, ko'ni qal'aga hujum qilamdi. Buyruqlarga tayyorman, shahzoda. Mana bu bizning uyimiz. Qani, marhamat, hurmatli malikam. Tazımı chiroyliqkan. Juring. Mening bu uyimda ikkimizdan boshqa hech qanday zibu-zinnat yo'q. Yo'q. Men arzu qilgan hamma narsalar bor ekan. Men Yasinning uydan kelgan elchiga ma'qul deb qo'yibdi-ma qarsizlar. Ular bir-birini yoqtirib kelishibdi emasmi? Voy, Amina qo'ydigan. Rasmiy nikoh qilganlarmi ajrashib ketadi-ku. Ma'qul deb qo'yganni yondirishga bo'lmandi ekan. U Yasin degan bir nima hech nimasi yo'q saraliq bir gadoy tursa, qaysi pulga to'y qila oladi? Shuhratning oilasi bo'lsa, tegi takdidim boy. O'zi maoshliq. Uning uyida yo'g'on bir chamodonda liq puli bor emasmi? Uning ustiga Ra'no qizning oksi bilan inisining to'y ishini o'zim qilib beraman deydi. Fatimxon, Ra'no gap anglamaydigan bola bo'ldi. Amina xocha, men o'z bo'g'ach butun oilalarining g'amini yeb shunday qilyapman. Shuhratning Ra'noni yoqtirib qolganlik sizlarga kelgan bir omad. Hozir jamoatchilikdagi ishlar o'zlariga ayon. O'tgan Habibaning to'yini yarim yo'lda o'tkazib qo'yib, hozir xalqning og'zida so'z cho'chak bo'ldi. Endi Ra'noni quruq qil saraliqqa beribasizlar. Qandoq bo'ladi? Endi qandoqmi qilamiz? O'zlari yaxshiroq o'ylab baqsizlar. Men qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Qandoq bo'lsa, Yasin degan bolaning chayini qaytirib o'tkil bo'ladimi? Bu tasrak ish. Biroq sizlar to'yliqni eg'irroq tasla. Ular cho'ng qilishga maqdir yetmagandan keyin o'zlari yanmay hech amal yo'q. Sizlar deb baqsizlar, men to'yliqni qanchalik salsam bo'lar? Mana bu sextingilli to'y bo'lgan Oyshamning to'yliq mollarining tizimligi ekan. Yasin bunchalar to'yliq qilishga pul chiqara olamdi. Menmi mushu tizimlik bo'yicha to'yliq solay. Endi buni Ra'noga qandoq deymiz? Bolalarning ishiga ota-onalar igdorchilik qiladi. To'yni tezroq qilaversaklar ish bitadi emasmi? Shundaqdimi, texmi o'ngishli bo'lsin uchun biz Ra'noni yiroq bir joyga avatib etaylik. Ondan shu fursatdan foydalanib biz Yasinni to'yliqqa qistaylik. Fatimxon, bu tizimlikni kim opritasi bo'lar? Men opritamandim. Shundaq qislar. Voy, mana. Rahmat. Nolqishlar, qadaqlana. Asta.
Boldu qaytqalan, öyge yaqinlashib qaldık. İşten düşüp, muşiyada uçuruşaylı. Abla sakamga aytib qo'ying. Bizning ishimizni tezroq tutish qilsin. Ma'qul. Xo'sh. Chiqchi. Yasin. Meni tanıdыңmы? Nima qilmoqchisan? Anglab qo'y. Rana allaqachon meni ilkim ket. Nomussiz. Yo'lni boshla. Bu yaqindan beri ko'p chapotat. Shunglashqa obdan bir kutib qo'yaylik. Nima qarab tursan? Chiqsa. Sen yana mushundaq chataq chiqarsa yo'q. Yo'q. Xudo bir qo'shqinim tilay. Yo'q qitla. Nima? Chapsa. Xat keldi. O qattiq og'rib qapti. Rasma? Bichara cho'ng opam menga bek ma'nuraqdi. Bichara cho'ng opang seni bir ko'rsam debdi. Sen berib cho'ng opangni ko'rib kelgin. Ma'qul, men darhol boray. Shunda qizim jenim balam. Men tanishlar orqali aeroplan bileti ap qo'ydim. Ati at degan uchdi ekan. Kechikib qolsang bo'lmaydi, jumi?
Tas yaxşı bo'pti. Biroq doktorxonaning ishini, doktorxonaning boshliqlariga men aytib qo'ydim. Bizning haliqi ishimiz. Sen ketavagin. Bu yerdagi ishlarga men bor. Cho'ng opangning og'rig'i eg'irlashib qolsa, oqingdan yetib borman. Ma'qul, men tez mangay. Bichar cho'ng opam. Mushundaq paytda u qiz bu yerdan ketishga unami? Uni O'rinchidagi cho'ng opasi beqib cho'ng qilgan. Cho'ng opasining og'rib qolganlik xabarini anglabla, hech nima qaramay menga hozirlandi. El qisaralıqçı. Sizlar xotirjam boslar. İşengen tağda keyik yatmaptı deb. Qizning nomida yozilgan shuncha ko'p to'yliqni ko'rib, cho'qqim ko'ngli so'yib to'ydim voz kechidi. Uning ustiga qizi uyda yo'q. Biz mushu paytda qo'l soldikmi? Bo'ldi. Ular ovozini chiqarolmayla shu joydalar yeb qoladi. Xotirjam bo'lsa, qiz ketishdan tam ishimizni boshlab o'tamiz, ha? Malida. Bugun tushdan keyin bir ayol Ra'noning onasi evatdi deb ketgan. O bir patman narsa yozilgan bir tizimlikni ko'tarib ketdi. Mana bunga yozilgan narsalarning hammasini o'g'imdan qoldirmay olib beringlar deydi. Yo'q. Bu Ra'noning rayi bilan bog'liq ish emas. Hey, şu bir diyorlar. Badiyen şüphe. Diyorlar. Badiyen şüphe. Badiyen şüphe. Dada. Ey juvaynimek, ettigen süt çıkıp ketkentin, müşvakt yemiş kıldın. Bizden etken çay içidiganlıkımızdan uqmamsan, ha? Hey, Qadir, Yasin? ne ketotsa? Og'rib qoldingmi? Yo'q. Opam og'rib qolgandi. Ra'noni izlab borsam uyda yo'q ekan. Doktorxonadamikin? Bo'ldi, doktorxonaga borma. Ra'no abiga ruxsat so'rabdi. Opani nimishqa doktorxonaga kelmaysa? Opamning mang'ida kali yo'q. O'zim yolg'izlik qildim. Uning ustiga uyda yana buvam bor. Oyshemchu. Hey, uning gapini qilma. Ketdi. Nega? Opisniki ketdi. Ajrashiman deydi. Nimishqa? U uyga kelgandan keyin bizni kambag'alkan, qarzi ko'pkanda qopig'i zodil ichilmadi. Uning ustiga opamni kasal bo'lib yetib qoldi. Qodirning maaşı chiqqandan keyin qarzining yerimini jazman berib o'tamiz. Yakshanba kuni bo'ladigan to'ylarga bir nechadan baho qavatibdi. Shuning pul kerak bo'lib kelib edim. Bo'lmasa mayli, men ketay. Xo'shamsa, bo'lib turib qolsa. Qari so'lab kaslar, Qodirning maashi chiqsin deydi ekan. Birini Qodirning qanchalik maash chiqadiganligini bilmamdikin, ha? Bu bekotilablarning hammasini men baqandim. Men nima degan betalay? Uncha ular xafa bo'lib ketmişlar balam. Sizlarning to'yinglarni qilamiz deb qarzdor bo'lib qoldik. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Bo'ldilar. Oxirgi berib, meni qarz supurga o'xshaysizlar. Bu o'ydin bozroq ketkinim yaxshi. Hozir bir qilanda aytgan o'xshayman. Nima deb qo'shlar, ketinmasin. Shunda qilib ketib qoldi. Bunda xotinning maldiroq ketgani yaxshi. Ata opangni cho'qim doktorxonaga olib borgin. Ma'qul. Do'stim, sen yana qarzdor bo'lib shunigin. Buni oz-ozim yana hisob qo'y. Buni Bo'ldi.
Yine kısap koy. Ət yekşembe doktorxanaga berip apağını yoxlayma. Rahmet sana. Andaqtı ben kettim. Şunu mu toy degini bulamdı? Ahbet degen şurada. Rananim üçün bugün üydü mü yok? Doktorxanada mı yok? O zade ne ketkendi? Pul yok. Koçkamlık diye şurada. Rast tazımı az ekepti. Kaydırıp etsinler. Şundak olsun. Bir barı çoğulma. Hem de o çiğini kaydırıp etsek yola. Gelmegen koyuğan. Kaydırıp etsek. Şurada ekegemiz küçükünü bulsa. Kaydırıp eteyli. Dansulla. Çakın kaydıraylı. Tısla. Tısla. Şunun anısı toyunu kamergan bolup deydi. Sana kaytıp gidiyorlar. Bu kandak gel. Kızı bilen jigit. Allah kaçan toy kaytını hep boğan tursa. Toy kıgallamı acırışıdı o. Toy hit ağamız nim boptu. Sizler tizimliktikin toluk ekemegendi ki biz bu toyunu kımayız. Bunu Rana yasan kaytırıp berivitten dep maň tapşırgandy. Bunu ağaç gittin. Ben Rana'nı tepip görüşüp bakay. Eyipki buyurmaysız. Siz yazsın o. Şundak. Sizni tanıyman. Ne işiniz vardı? Madem kaça. Ben Rana bilen görüşmek çıktım. Siz tek toy qilmay turibla, kaladek üstüp kiraveremsiz. Adab, qoida deganni uqmamsiz, ha? Siz aşı bir tutam toylig'ingiz bilan Rana bilan toy qilmoqchimi texi? Rana sizning aşı bir tutam toylig'ingizni ko'rib, nomusdan o'layli deb qoldi. Sizning gazyoqligingizni allaqachon qaytirib etgan. Endi umidingizni uzing. O saralıqның toy işini manmışның bilen şamalga uçurup ettik. Onun toy işi manmışның bilen tügedi. Endi şişelerinin yüzüyle kaldı. Hey, ma. Şunda kılaylı. Cüsle. Karışma abla. Cüsle. Opa! Ufkanın kızıl betengisi üstten geçip gitti, suya gitti. Üstten geçip Ne mi dedin? Kızıl bettinge? Uçcu oynamak. Bunu kim etbergelikini bilemsen? Hep, senin etmeni beğenmişsin. Bettinge qani? Musu uçup aşağı ekip gitti. O saklandı yetim oğlak. Eğer Bettingeni tapmaydigan bolsaň, öý kirgich bolma. Rahmet sizge. Mevzude.
kechirib. Ali aka, darhol telefon berib Ra'nodamga aytib qo'ying, chaqara qaytib kelsin. Oyoqni eling. Yasinkan ular qo'g'libatdi. Shuhrat Ra'nodamni olmoqchi bo'lyotdi. Nima? Bu yoq kelanga zodim emish. Qaytiramiz. Kelinni aka oldik. Qarasni qaytiramiz. Opa! 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 Ha, bu ishqi Shuhrat qo'l chiqibdi. Ha? Eliq Shuhratchi. Nima? Cho'ng opingiz kasal emasmikan? Ular sizni aldabdi. Ular hozir jiddiy to'y tayyorlik qilyapti. Siz qaytib kelishingizda to'y qilmoqchi ekan. Siz qachon kelasiz? Ha? Nima? Nima? Meni ish tayyorlayaptimi? Qachondan aeroplani? Bugun tushdan keyin? Bo'ladi. Men cho'qim aerodromga oldingizga chiqaman. Ha? Bo'ladi. Ma'qul. Ha, shunda qo'ysin. Bo'ladi. Ha. Ma'qul. Ha. Ma'qul. Seyirni, öydeki bir nekti qo'yni, ishlama aynakni, gilamni, bog'dagi mevlarni sotsak, yetmagan yeriga qo'lim qo'shtilardan qarzab bo'lsimi, tizimliknikini to'liqlasak, sizlar yana bir berib baqamlar. Shunda qilgandimi, talqilanmaymiz. Ularning nafsi bakmi cho'ng. Texnikaladan ikkini so'ysin deyapman. Faqat bo'lmaganda uyni sotayli. Bunda qilishqi bo'lamdi ekan. Öy makanını setiversek, nerede oturup gün geçirmez. Menimce bu toyunu qilmayli. Yasin kelgendikin, nasihat qil. Ata qiz bilan birga o'rib, to'y xidmini qaytirasin. Siz? Men sizni elah ko'ni joyda kutib atqili. Bir necha kun bo'ldi. Shundaqdimi? Xohlagancha uy kirmisiniz bo'ladi. Nima